3-daraja aseptik nekrozim bor, operatsiyasiz davolashni hech ham iloji yo'q deyishyapti. Ammo Dibrimed klinikasida buni iloji bor. Muolajadan keyingi natijamizni siz bilan ko'ramiz. Bemorimizda 3-stependagi aseptik nekroz chap tomonda 3-darajada yemirilish bor. Hozirda ikkita kursdan keyin lecheniyadan 1-2 darajaga o'tgan. Chap tomondagi rezultat juda ham yaxshi. Bu oldingi emirtalar natijasi, bu hozirgi emirtalar natijasi. Yurishlarida, oyoqlarini ochilishda juda ham yengillik ko'p. Hozir mashqlarni davom ettiryaptilar va reabilitatsiya vaqti ketyapti. Invaziv igna pichoq muolajasi qilingan. Yemirilgan sohadan to toza suyak sohasigacha qo'l ishlangan, ya'ni sirkulyatsiya tepa qismiga chiqqan natijasida hozirda yemirilish kamayib, toza suyak qoplamasi boshlangan. Keyingi emirtalarni yana qaytadan tushadilar va unda umid qilamizki, bundan yaxshi natijalarni kutib qolamiz.